Do'stlar, nejilov so'raganlarga zo'r variantim chiqdi. Yokida yosh katta uyda insonlar bo'lsa ham, birinchi qavatda shunaqangi optimal variant. Do'stlar, Sergeli Qo'yliq bozorining yonginasida joylashgan 9 qavatli binoning birinchi etajida joylashgan 72 kvadrat metrga ega xonadonni obzoriga kelganmiz. Xonadonimizni avtoturargohi shunaqangi keng, chiroyli o'zini dvoriga ega. Uyimiz 72 kvadrat metrga ega. Uyimizni olib kirib ko'rsatamiz, videoda o'tkazib olmaylik. Uyga kirganimizda do'stlar shunaqangi o'zini prixoshkasi, garderobnisi va o'ng qo'lda kuxnyasi, ya'ni oshxona. Xo'p, oshxona, mebel texnikalari, xolodilnik, pech, mikrovolnovka, hamma mebel texnikalari bor. Eng zo'ri tashqariga qaragan, shundoq dvorga qaragan oynalari ham bor. Yonginasida o'zini shunaqangi kladovkasi ham bor. Bemalol nejilov qilib foydalanmoqchi bo'lganlarga zo'r variant bo'ladi. Buni yonida umumiy katta keng zal. Zalimiz mebel texnikalari o'ziga yarasha, tashqariga qaragan ikkitadan oynaklari bor, televizor, shunaqangi stenkalari hamda stol stullari, yumshoq mebellari, hamma jihozlari bor. Ko'rib turgan barcha jihozlar qoladi. Oyoqtaxtalarimiz to'liq parket qilingan va koridor bo'ylab keyingi xonani ko'rsak bo'ladi. Ya'ni bolalar yotoqxonasi yokida biron bir ofisni nejilov qilib foydalanadiganlar uchun boshqa biron bir sklad qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Koridor bo'ylab o'ng qo'lda umumiy отдельный, раздельный санузели, yonginasida hammomi, o'zini stиральный mashinasi, barcha mebel texnikalari bor. Buni yonida esa kattalar uchun yotoqxona. Do'stlar, uyimizni har bir xonasida e'tibor berganlaringdek, tashqariga qaragan oynaklari bor. Ayniqsa shu noturar qilib foydalanmoqchi bo'lganlarga zo'r variant, zo'r yechim bo'ladi. Do'stlar, narxi keladigan bo'lsa, uy egalari tomonidan uyimiz 65500 yana kelishiladigan joy bor deyilyapti. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib savdolashsalaring bo'ladi. Videoga like bosib, yaqinlaringga jo'natib qo'yinglar.